siz bilan juda nozik, ammo muhim mavzuda gaplashamiz. Farzand tarbiyasi ko'proq kimning zimmasida? Ona asosan mehr, ota tartibmi? Agar oilada yillar o'tib farzand bo'lmasa, ajralish to'g'rimi? Yechimni ilmdan izlash kerakmi yoki irimdan? Farzand asrab olish bu jasoratmi yo yetishmovchilikmi? Qaynona bosimi, sabrmi yoki zulm? Siz nima deysiz? Keling, xalqimiz fikrini eshitamiz. Farzand tarbiyasida onaning roli muhimroq deb o'ylaysizmi, otaningmi? Onaning. Nima uchun asoslab bera olasizmi? Chunki ko'proq onasi bilan o'tiradi-ku, otasi ishda bo'ladi. Onaniki muhimda. Ona tarbiyalasa yaxshi bo'ladi, yigitlar katta bo'ladi. Biz 3 ta o'g'limiz bor. Onamiz tarbiyasi yaxshi bo'lgani uchun rosa yaxshi yigitlar bo'ldi. Otani o'zining roli ham bor, onani o'ziga yarasha roli ham bor. Endi birinchi navbatda onaning roli katta. Bari uyda ko'pincha ona shug'ullanadi. Ota esa qattiq qo'l bo'lgani ma'qul. Farzand tarbiyalashda onaning roli muhim deb o'ylaysizmi yoki otaning? Onaniki. Nimaga asoslab bera olasizmi? Ota ishda bo'ladi uchun endi. O'g'il bolam, qiz bolam shunday bog'liq. O'g'il uchun otaniki, qiz bola uchun onani tarbiyasi. Agar er-xotin 3-5 yil farzand ko'rmasa, ajralib ketishlari to'g'ri deb hisoblaysizmi? Yo'q, davolanish kerak. Ba'zilar davolanish o'rniga folbinlarga borishadi. Buni qanday qabul qilasiz? Umuman noto'g'ri. Endi davolanish kerak, hozir ekologiya yomon, har xil anaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Meditsina rivojlanib ketdi. Foydasi bor. Folbinning hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Tutish kerak, sabr qilish kerak. Yo'q, noto'g'ri. Sabr hamma narsaga davo. Ya endi birovga erta beradi, birovga kech beradi. Birov misol uchun 20 yoshda uylanadi, 35 yoshda farzand bo'ladi. Birov 35 yoshda uylanadi, o'sha yil farzand bo'ladi. Barcha taqdirda bu. Alloh qachon farzand bo'lishni istagan bo'lsa, o'sha paytda farzand bo'ladi. Yo'q, sabr qilish kerak, Alloh beradi, xudo xolasa. Agar shu farzand bo'lmasa, ko'pchilik mana maslahat beradiganlar ko'payadi, davolanish o'rniga o'sha yoqqa bor deyshadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Yo'q, Allohga ishonish kerak, sabr qilish kerak, xudo xolasa beradi. Noto'g'ri deb o'ylayman. Oldin sababini bilish kerak. Keyin unga yechim qidirgan yaxshi. Farzandsiz bo'lganda ko'pchilik maslahat ko'ylar ko'payib qoladi. Ularning gapiga kirish kerak deb o'ylaysizmi yoki davolanishga doktorga borish kerak deb o'ylaysizmi? Doktorga borgan yaxshi. Farzand ko'rish uchun bosim o'tkazadigan qaynonalar haqida nima deya olasiz? Shunaqa endi bolalarni kelajagini o'ylab shunaqa qilishadi. Yomon maqsadda emas demoqchisiz. Yomon maqsadda emas, yaxshi maqsadda. Bilmadim, endi har kim boshidan o'tganini biladi. Qaynonni ham tushunish kerak deb o'ylayman. Endi unisiga to'g'risi bilmadim. Hali uylanib ko'rmaganman, uylanib ko'rsam keyin bilaman. To'g'risi uylanib ko'rmaganman, bilmayman. Agar farzandsizlik bo'lsa, yon atrofdagilarni unaqa munosabatlari qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz odamga? U odam o'ziga bog'liqda, uni fikrlashiga, dunyo qarashiga, agar u boshqalarning gapiga e'tibor qilmaydigan bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda ketaveradi. Boshqalarning gapiga e'tibor qilib, nima yashaydigan bo'lsa, odam o'zi hayotda o'rin topish qiyin bo'ladi-da. Yechim qidirish kerak faqat. Shu yechim nima deb Agar o'ylaysiz? bo'lmasa, shu doktorga borib, sababini qidirib, lecheniya. Agar shunday ham imkoni bo'lmasa, bolasini olish. Bor deb o'ylayman. Agar farzand asrab olish muammosi bo'lsa, bu kuchlilikmi yoki zaiflikmi? Bu kuchlilik. Kuchlilik birovning bolasiga ham ota-onalik qilish oson emas u. Endi agar yurakdan, chin yurakdan istagan bo'lsa, xohlagan bo'lsa, to'g'ri deb hisoblayman. Kimni o'ziga havola. Misol uchun agar oilada ayolim bilan o'zim tursam, misol uchun bola saqlab olgan bo'lar edim agar Xudo ko'rsatmasa shunaqa vaziyat bo'lganda. Chunki ayolimga baribir uyda bitta bola bo'lsa, unga qarab ovunib narsa qilgan bo'ladi. Ajrashgandan ko'ra asrab olgan yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'rib uylangan bo'lsa, bu narsa ajralishga sabab bo'lishi kerak. Fikrlar har xil, hayotlar turlicha. Agar muammo bitta bo'lsa, uning ham yechimi bor. Muhimi to'g'ri savol berish va to'g'ri manzilga murojaat qilish. Doktor Hasan klinikasi oilaviy salomatlik, farzand orzusi va sog'lom hayot yo'lida siz bilan birga. Maslahat kerakmi? Biz shu yerda.